Nikohsiz gaplashishga top 3 ta bahona. Men uni da'vat qilaman. Haqqa chaqiraman. O'zing da'vat qil. Men unga uylanmoqchiman. Oladigan qizimda. Men shunchaki gaplashmayman. Men mujikman. Adasi bilan gaplashib nikoh qilib olishga duxis yetadimi mujik? Ayo gaplashib turamiz, lekin men unga singlimdek qarayman-da. Biz do'stmiz. Men u men do'stim. Bo'raji, xotiningiz ham shunaqa do'sti bo'lishiga nima deysiz? Tushunarli. Reels'ni tegida kommentariyada ba'zi odamlar shubhaga tushib qolganligini ko'rdim. Qanaqa shubhaga? Voy, bizni nima, hozir tanimaydigan odamga uylanamizmi? Tanimaydigan odamimizga uylanamizmi yoki hozir men 1 soat gaplashdim deylik, uchrashuvda o'sha qiz bilan. 2 soat gaplashdim, bo'pti. Keyin bo'ldi, uylanib ketamanmi? Butun umr mana shu odam bilan ketqizaman-ku, qanaqa qilib men tanimaydigan odamimga butun umrimni bag'ishlashim mumkin deb qizlar ham, bolalar ham aytishi mumkin. Men qanaqa bu odamlar farzand ko'raman. Bu meni farzandim tarbiyalaydi, otasi bo'ladi, onasi bo'ladi misol uchun. Men qayerdan bilaman ishona olamanmi bu odamga yo'qmi? Hech bo'lmasa 1-2 yil gaplashib olishim kerak emasmi? Ozgina tarbiyalab olishim kerak emasmi o'zim uchun bu qizni? Aytishligisi mumkin-da endi shunaqa deb sizlar nima tanimaydigan odamlarga uylanib ketib turasizlarmi? Yovoy emassizlar-yu, sivilizovanniy jamiyatda yashayapmiz-yu, normalniy bo'linglar odamlar, iltimos fikrlaylar ozgina. G'alati-ku bu tanimaydigan odamingiz bilan uylanib ketib, bu oldin eskilik edi bu, eskichilik bu deb aytishadi, ya'ni. Tanimadigan odamga uylanib ketib qolasizlar, eskichilik. Lekin umumiy qilib aytganda mana shu nikohdan oldin gaplashmasdan, 1-2 yil sevishib yurmasdan, parachka bo'lib yurmasdan turib uylanishni, to'y qilish, nikoh qilishi qoloqlik yoki qo'pol qilib aytganda juda ham katta risk. Juda ham katta risk va noto'g'ri narsa deb bilishadi. Noto'g'ri narsa deb bilishadi. Mana shu narsa haqida qisqacha podkast qilamiz inshaalloh. Oldindan bitta disclaimer qilib aytib ketaman. Harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha har taraf, ya'ni mana shu nikohdan oldin gaplashib yurishlarni to'g'ri deb bilgan odamlarga ham adolat qilishga, ularning fikrini hech qaysini qoldirib ketmaslikka va boricha gapirishga inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Xo'p, shuni aytgan holda davom ettiramizki, biz alhamdulillah musulmonmiz va alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo bizga islom dinini berdi. Ne'mat qilib berdi, alhamdulillah. O'zi biz mana shu narsani tan olishimiz kerak va shu narsani tushunib yetishimiz kerakki, bu din Allohning dini. Alloh subhanahu va taolaning dini. Uni dini deganda nimani ma'no tutamiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dinga o'zlaridan hech narsa qo'shmaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odam bo'lganlar-da. Bu dinni odam tuzmagan, ya'ni. Odam tuzmagan, inson tuzmagan bu dinni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetkazib berganlar faqat. Alayhisolatu vassalam. Alloh subhanahu va taolo bu dinni bizga tuzib berdi. Va komil qilib qo'ydi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya'ni komil qilib qo'ydi. Ideal din. Hech qanaqasiga yaxshiroq bo'la olmaydi bu din. Shunaqa. Eng yaxshi din bu ideal. Ideal degani perfect nima degani? Undan yaxshiroq bo'lish iloji yo'q. Ideal din. Alloh subhanahu va taolo shunaqa dinni tuzib berdi bizga va o'zi tuzdi. Inson aralashgani yo'q bu dinni tuzishiga. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqali bizga yetkazib berdi. Nasht bu degani Rasululloh alayhisolatu vasallam vazifalari bizga bu dinni yetkazib berish. Nimadir olib qolganlari yo'q, nimadir qo'shganlari ham yo'q. Boricha yetkazildi, alhamdulillah. Endi bizning vazifamiz nima bu dinda? Xo'p, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mashalloh, o'zi xulosasini aytib qo'ydingiz hamma narsani, lekin ba'zi o'rindagi avvalambor mulohaza emas, ya'ni qo'shimcha o'laroq qilib aytay, haqiqatan aytganlaridek, bu dinni tuzgan zot Alloh. O'zi din tuzishlik faqat Allohga loyiq bo'lgan narsa. Chunki va annahu huwa adhaka va abka. Kuldirgan ham, yig'latgan ham Alloh. O'ldirgan, tiriltirgan zot Alloh. Va annahu xalaqa zawjayni zakara wal unsa, ya'ni erkakni ham, ayolni ham yaratgan zot Alloh. Demak, o'zi yaratgan narsasini o'zi biladi. Huwa a'lamu bikum idan sha'akum min al-ard. Sizlarni yaratgan paytda ham Allohni o'zi yaxshi bilardi, sizlarni holatinglarni yaxshi bilardi. Demak, biz musulmon kishi o'laroq yoki umumiy inson o'laroq shuni tushunishimiz kerakki, butun mana shu olamlarni, koinot yaratib qo'ygan zot hamma ikir-chikir, hamma mavzularini shu o'zi juda ham yaxshi biladi va buni hikmat bilan qilgan. Bu narsaga ya'ni hech qanaqa e'tiroz bo'lishi mumkin emas, shubha bo'lishi mumkin. Hech qanaqa shubha bo'lishi mumkin emas. Chunki shuncha koinot yaratib qo'ygan zot o'zi juda ham yaxshi biladi va o'zi eng yaxshi deb bilgan narsasini bizga kerak yoki kerak emas, harom yoki halol qilib qo'ydi.
va buni chuqur hikmat bilan qilib qo'ydi. Shu narsaga yana mulohazam bordiki, haqiqatan bu dinni payg'ambarimiz tuzmaganlar o'zlari. Payg'ambarimiz shunchaki yetkazib beruvchi odam bo'lganlar xolos. Chunki Alloh taolo mana Qur'onda aytgan: "Va law taqawwala alayna ba'dal aqawil, la akhadna minhu bil yamin." Agar payg'ambar ana shu Muhammad ham agar bizaga o'zi bilmagan narsalarni gapirganida, o'zini havoyi nafsiga ergashib nimadirlarni gapirganda, biz uni qattiq ushlab, ya'ni halok qilgan bo'lar deydi. Hatto Rasululloh adashgan joylarda Alloh taolo to'g'riladi ham. Abasa va tavalla deb. Nima sen yuz o'girding haligi senga da'vat so'rab kelgan, ya'ni ilm berish so'rab kelgan ko'zi ko'r sahobiydan deb Alloh taolo dashnoma berdi. Chunki payg'ambarimiz shunchaki yetkazib beruvchi odamlar xolosda. Bu din Allohning dini. Va Alloh taolo bizga o'zi nima yaxshi, nima yomonligini to'liq biladi. Musulmon kishi o'laroq biz o'shanga ergashishimiz kerak. Bizning vazifamiz ergashish. Bizning vazifamiz ergashish. Sami'ni va atoni. Xo'p. Yana bitta narsani menimchalik o'zimizga asos qilmash, mana shu ya'ni musulmon o'laroq o'zimizga asos qilib olishimiz kerak bo'lgan narsa, Alloh subhanahu va taolo o'z aytganingizdek bizga nima yaxshi, nima yomonligini biladi. Bizani barmoq izlarimizgacha ideal qilib yaratib qo'ygan zot. Qanaqa qilib bizga nima yaxshi, nima yomonligini bilmasligimiz mumkin? Albatta biladi. Va Alloh subhanahu va taolo eng aqlli zot, eng odil zot. Ya'ni hech kimga zulm qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo hakim zot. Mana shu zot bizga islom dinini tuzib berdi. Shunaqa. Qaranglar-da, o'sha hozir o'zi bizga bu narsa zarur emas, lekin juda ko'p harom narsalarni odamga o'zi zararligini ilm isbotlab kelyapti. Oldin bilishmagan odam.